juda yaxshi ko'rib qolishibdi. Oradan ko'p o'tmay, 'tinchi bilan bu dono ayolning to'ylari bo'libdi. Ular baxtiyor hayot kechira boshlashibdi. Davlatlarga davlat qo'shilibdi, baxtlariga baxt, ularning inoqligi, baxtli yashashi haqidagi ovoza uzoq-uzoqlarga tarqalibdi. Bir 'tinchi shunaqa badavlat bo'lib ketibdiki, asti qo'yaverasiz ekan. Bir kambag'al 'tinchining dang'illama uyli joyli davlatmand bo'lib qolgani haqidagi xabar ayolning avvalgi erining quloqiga ham yetibdi. Olamda mendan boyi yo'q deb kerilib yurgan To'ymas boy bu gaplarni eshitib o'z ko'zi bilan ko'rib kelish maqsadida 'tinchiligiga kelibdi. Ko'rsaki, ichki tashqi dang'illama hovli joy, hovuz atrofida gulzor, hovli yog' tushsa yalagudek top-toza. Lekin na xizmatchi, na bog'bon bor emish. Buni ko'rib boy juda hayron bo'libdi. Uni 'tinchining o'zi kutib olibdi. Yaxshilab ziyofat qilibdi. Boy 'tinchiligida xo'p mehmon bo'libdi. Keyin muddaoga ko'chibdi. Uning qanday qilib bunday davlatmand bo'lib ketganini so'rabdi. Nimasini aytay debdi 'tinchi unga. Ota buvamizning erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin degan gapi bor edi. Xo'p bilib aytishgan ekan. Erkak kishi bo'la turib o'tin terib sotib, bir qoshiq atalaga zor bo'lib kun ko'rardim. Uylandim. Xotinim uyimga fayz kiritdi. Aqlimga aql qo'shdi, deb xotinning xizmatlariga tan berdi. Shu payt boyning ko'zi derazaga tushibdi. Ne ko'zi bilan ko'rsinki, o'sha o'zi haydab yuborgan xotini hovlidagi gulzorda gul terib yurgan emish. Boyning rangi quv o'chib ketibdi. Xom kalla, nimalar qilib qo'yding deb peshonasiga bir urdi. Alam va o'kinch bilan o'z yurtiga qaytib ketibdi. 'tinchi va xotini uzoq va baxtli hayot kechirishibdi.